Uzun marketda shipak sotib qancha foyda qilsa bo'ladi tekshiramiz. Ketdik. Shu shipaklar ko'rib turganingizdek 1,5 ming donadan ko'p sotilgan. Haftasiga esa 369 dona sotilmoqda. Endi buni hisob kitobini qilib ko'ramiz. Uzun marketda 43 mingdan sotilmoqda. Buni ko'paytiramiz 0,2 ga, ya'ni 20% ga. 8600. Bunga qo'shamiz 6000, ya'ni 4000. Bu 4000 logistika haqqi. Ko'rib turganingizdek 12600 bu uzumning ulushi. Endi bu tovarni Xitoydan olib keladigan bo'lsak, bizga qanchaga tushadi? Buni hisob kitobini qilamiz. Ko'rib turganingizdek bu shipaklar Xitoyda 4,5 milliondan sotilmoqda. Buni O'zbekistonga olib kelganimizda qanchaga tushadi? Hisoblab ko'ramiz. Ketdik. Turi 5 yuan ko'paytiramiz 1850 ga. 8325 so'm. Bu tovar Xitoydan O'zbekistonga yetib kelgungacha 15 ming atrofiga tushadi. Endi buni hisob foydasini hisoblaymiz. 43 ming aylamiz 12600, ya'ni 12600. Yana aylamiz 15 ming. Bu yerda 43 ming uzumda sotilishi, 12600 esa uzumning ulushi, 15 ming bu tovarning tan narxi. 15400. Endi buni ko'paytiramiz 369 ga, ya'ni bir haftalik sotilgan summaga. Ko'rib turganingizdek bu tovarni sotib bir haftada 5,5 millionga yaqin hisob foyda qilmoqda.